Hayot shunaqa. Ba'zan eng ko'p yordam berganlar eng ko'p e'tiborsiz qoladi. Ha, tosh kelsa ham, balo kelsa ham ayol kishini boshida sinmay yursin deysiz-da. Ha, hojatda ham unitazga o'xshatib ayollarni, ajrashgan ayollarni. Voy! Xo'p, bo'pti, ajrashgan ayollar unitaz bo'lsa, bechora ajrashgan erkaklar haligi unitazni topolmay qistab yurgan kim desak bo'ladi endi bechoralarni. Voy, astag'firulloh, tavba qildim. Nima bo'lsa kishini boshda sinar ekan, nima bo'lsa ayol kishini boshda sinar ekan. Astag'firulloh. Xo'p, demak 40 ta jonimiz bor ekan ayollar, sabrli bo'laylik. Tosh kelsa, nima deydi, kemirib, suv kelsa simirib, farzandlarni bir ko'z bilan katta qilib, ularning rohatini ko'ramanmikin, Allohim deb ertayu kech ibodatda Xudodan so'rab, chiroyli belini mahkam bog'lab, harakat qilib mehnat qilayotgan onajonlar, opa-singillar, Alloh kuch-quvvat. Assalomu alaykum, opa-singillar, tinchmisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Yulduz Usmonovaning gapini eshitdinglarmi? Tavba qildim, astag'firulloh, hayron qoldim. O'xshatgan. O'zi ham ayol-ku Yulduzxon. Simbolik Yulduz opa hojona bo'lsa, necha martadan umra hajlarga borgan. O'zining ham hayoti necha marta o'xshamasdan ajrashgan. Men prosta bu narsaga indamasdim, lekin men musofirda 15 yildan beri oilam bilan yashaganim uchun shu yerda shuncha opalarni qiynalgan ayollarni ko'rganman. Nechtasi ajrashganlarni ko'rganman, lekin o'shalarni birontasini birovga ilashib yo birovga etagini ko'tarib, aynib, o'zgarib, haligi nima deydi, o'zini unitas qilganini eshitmaganman. Shunaqa mard ayollar bor, kerak bo'lsa 5 tadan 6 tadan bolasini erdan ajrashgandan keyin o'zi halol boqib, peshona mehnati bilan shu yerda o'qitib, oliy ma'lumotli qilgan onalar bor. Yulduz to'g'ri gapirib, sizga qo'shiq kuylash yarashadi, sizga gapirish yarashmas ekan. Tim bo'li hoji insonlarga bunaqa gap juda ham uyat. Nima deb o'ylaysizlar qizlar sizlar? Jahongir Otajonovdan intervyu olganda kim san'ati yaxshi deb so'raganlarida Jahongir Otajonov Yulduz Usmonovani san'atini hurmat qilaman, lekin o'zini emas degan. Insoniylik hurmatim yo'q degan. Shu inson to'g'ri aytganmi, ana shu insoniylik hurmati yo'qligini isbotlab qo'ydi. Nomush